Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Qalbingizni qattiqlashib, qasovat besib, kun sari o'zgarib ketayotgandek his qilyapsiz. Atrofingizda sodir bo'layotgan gunoh ma'siyatlarni ko'rganingizda bearam bo'lmaydigan, bir musulmonning musibatga uchraganini anglagan yoki ko'rganingizda uning hech qayg'urmaydigan, bir vaqt namozni kechikib o'qib qolganingizda yoki namozdan keyingi sunnatlarni o'qimaganligingiz uchun qalbingizda siqilish his qilmaydigan bo'lib qolyapsiz. Agar javobingiz ha bo'lsa, sizning qalbingiz jiddiy shaklda tozalanishga muhtoj demakdir qarindishim. Biz qalb tazkiyasida Qur'on Karimdan ayrila olmaymiz. Chunki Qur'on Karim bizni har turli ruhiy kasalliklardan poklash, hayotimizni go'zallashtirish uchun bizga marhamat sifatida nozil qilingan muqaddas kitobdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Alloh taolaning Qur'onga ergashgan kishining dunyoda azmaydigan, oxiratda shaqiy bo'lmaydiganligiga kepil bo'lgan deb Qur'ondagi bunu oyatni o'qiydi. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Kimiki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va baxtsizlikka uchramaydi. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: Qur'on barcha ruhiy va jismoniy kasalliklarga shifodir. Qur'on Alloh o'z kalomida bayon qilgandek rahmatdir. Qur'on o'qish u ibodatdir. Qalbimizni u go'zal so'zning sohibiga tutashtiradigan vositadir. Qur'on qalblardagi meynatlarni tozalaydigan poklig'ichidir. Qur'on u iymonni ziyoda qiladigan kuchli omildir. Alloh taolo sura Anfalda haqiqiy mo'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq deydi: Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Müminler Allah yad etilsa dillerda korkunç paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan kishilardir. Qur'on u qiyomat kunidagi shafaatdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Qur'on o'qinglar. Qur'on o'zini o'qiganlarga qiyomat kuni shafaat qiladi. Qur'on u yodlanib qalblarda saqlanadigan. Shundaqla har bir oyatlari haqida cho'nqur mulohiza yurgizib, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak bo'lgan hayot nizomidir. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ular Qur'onni tushunishga tirishmamdi yoki bo'lmasa ularning dillarida qulub bormi? Ulug' Alloh qalblarimizdagi qulublarni ochib Qur'on bilan yashab, Qur'on axloqi bilan axloqlanishga muyassar qilsin. Qur'onni oxiratdagi nijotkorimiz qilsin. Kelgendur nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan